Qalblarni larzaga soluvchi yana bir vahshiylik sodir bo'ldi. Axlatdan chaqaloq topildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Samarqandda ayol tug'ruqxona oldida chaqalog'ini dunyoga keltirib, chiqindi qutisiga tashlab ketdi. Samarqand viloyatining Payariq tumanida ayol tug'ruqxona oldida chaqalog'ini dunyoga keltirib, hojatxonaning chiqindi qutisiga tashlab ketdi. Ayolning qilmishi kuzatuv kameralari orqali aniqlanib, holatga aniqlik kiritilgan. Chaqaloq esa o'lik holda topilgan. Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati ayni paytda ekspertiza tayinlanganini, bolaning tirik tug'ilgani yoki homila nobud bo'lib keyin tug'ilgani aniqlangandan so'ng jinoyat ishi masalasi hal etilishini bildirgan, deyiladi xabarda.